Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Karimda bizga murojaat etib aytadi. Ya'ni bu dunyoda turli og'irliklar sizga beram deydi. Ham shu og'irlikni bergach, mendan boshqa bir kishida ol og'irlikni sizdan ola olmas. Ya'ni bir kishida men tilamasam yordam eta olmas. Ham kirisincha men bergan ne'matlarni, men bergan baxt saodatni kimgina nishikgina tilamasin, mening tilagim bo'lmaycha, ul ola olmas deb aytadi. Ham shulay bugungi kunda ko'rgan she'rlar, turli avrular, turli xabarlar keladi. Ham bularning hammasida Alloh subhanahu va taolo tomonidan kelgan etib tonarga tegish bo'lamiz. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam da bizga shunday so'zlar aytadi. Ya'ni nindigina she'r kelmasin, hammasida Alloh subhanahu va taolo tomonidan keladi. Ham hech shaksiz bu she'rning davosi bor. Chunki Alloh taolo she'rin bersa, davosini da beradi. Ham bu vaqtda biz albatta bu turda bilirga tegish bo'lamiz. Chunki shulay payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davom ettirib aytadi, kimdir bu turda biladi, kimdir bu turda bilmaydi. Ham shu so'zlar bilan biz albatta anglaymiz. Alloh subhanahu va taolo bergan she'rni andan qabul etib olsak, Alloh taoladan kelgan deb qabul etib olsak, bu vaqtda ko'nglimizdan nindidir og'ir bo'larga tegish bo'lmas. Ya'ni hech shaksiz buning davosi da bo'lar. Alloh taolo bizga buning davosini yetkirir. Nasibi bo'lsa, inshaalloh bizda tirilirmiz. Lekin buning turida unutsak, Alloh taoladan deb o'ylamasak, bu vaqtda ko'nglimizda tag'in bir og'ir bo'lar. Ya'ni ishimiz pushib, shul vaqtda bizga tag'in da og'irroq bo'lar. Lekin mu'min musulmon tag'in esda tutarga tegishli aybirlar, ulda bo'lsa ko'ngil og'irlari. Ham shu ko'ngil og'irlarining birisi ulda bo'lsa dunyo. Ya'ni bu dunyodagi turmushimiz, bu dunyodagi mollar, daraja bo'lsin, ish bo'lsin, xotinlar bo'lsin, bolalar, hammasida bular og'ir bo'lib kelar. Illa magar mu'min musulmon taqvolik bilan yashamasa. Ya'ni shu she'rning davosi ulda bo'lsa taqvolik, Alloh taoladan qo'rquv. Alloh taolaning har bir vaqt, har bir minut, har bir mezgil bizga qarashin sezib turib. Har bir vaqt Alloh taolaning qo'shqanincha o'tkariga tirishuv. Alloh taolo har doim bizni kuzatib turadi. Ham shuni esda tutib tursak, Alloh taolo qo'shqancha yasharga tirishsak, hech shaksiz bu og'riqning davosini topirmiz. Bu og'riqning davosini tegishli ravishda qo'llanarmiz. Ikkinchi og'riq, u da bo'lsa mol. Alloh subhanahu va taolo bu dunyoda bizni sinaydi. Ya'ni bu dunyo bizning uchun bir sinov maydoni. Ham shu mol bilan, yeysa, shu molning bo'lmavi bilan Alloh subhanahu va taolo shulay bizni sinaydi. Bo'lmagan vaqtda Alloh taolaga murojaat etishga kerak bo'lar. Bo'lgan vaqtda shulay Alloh taolaga murojaat etib, shu molimizni tegishli ravishda qo'llanib, tegishli ravishda isrof qilmaycha, tegishli ravishda sarf qilish masalasini esda tutishga tegish bo'lamiz. Ham albatta bu og'riqning davosi ulda bo'lsa zakat berib. Ya'ni moling ortdi ekan, moling bo'ldi ekan, shulay Alloh subhanahu va taoladan kelgan deb tonira kerak bo'lar. Shulay Alloh taolaga rahmatni bildirib, shukrona qilib zakat chiqara kerak bo'lar. Zakat chiqara tegish bo'lamiz. Shunga ko'ra bu og'riqning davosi zakat. Tag'in bir og'riq ulda bo'lsa yilning borishi, o'tuvi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga aytadi, shu yilni sizga 12 oydan bor qildim deydi. Ya'ni 12 oy ulda bo'lsa bir yilni tashkil etadi. Ham shu yil davomida biz ne qadar ko'pmi ishlar ishlaymiz, ne qadar ko'pmi amallar boshqaramiz. Ham shu oyning ko'pmi vaqti, ko'pmi mezgillari bo'shqa o'tadi. Lekin aning davosi ulda bo'lsa izgi mu'min musulmonlar yaratib, sog'inib kutgan bir oy ulda bo'lsa Ramazon oyi. Chunki Ramazon oyida biz Alloh taolaning rahmatine erishamiz. Ramazon oyida Qur'oni Karim ingan. Ramazon oyi ulda bo'lsa muborak bo'lgan bir izgi oy. Ham shu oyda amal ibodatlarimizni jirna yetkirib o'tasak, Alloh taolaga itoat qilsak, Alloh taolaning ko'proq zikr qilsak, shu vaqtda Alloh taolaning rahmatine erishamiz. Alloh taolaning mag'firatine erishamiz. G'afur etilamiz. Shulay bu masalani esda tutib, o'zimizning turmushimizni olib borga tegish bo'lamiz. Tag'in bir og'riq ulda bo'lsa so'z. Chunki odam balasi aralashganda ko'pmagina so'zlar aytadi, ko'pmagina so'zlar tushirmaydi. Qo'y vaqt shu so'zlar bo'sh so'zlarga da ketaradi. Gunohga da ketarga mumkin. Shunga ko'ra albatta biz soq bo'larga tegish bo'lamiz. Nindigina so'z aytsak-da, kim bilangina aralashsak-da, o'zimizning so'zimizni shamolab aytirga tegish bo'lamiz. Nohaqqa kishini ranjitmasga tegish bo'lamiz. Gunoh so'zlar, kufr so'zlardan soq bo'larga tegish bo'lamiz. Ham
шушы әйберләрдән сак булыр өчен, әлбәттә, безнең өчен булган бер дава, ул да булса Аллаһ Тәгаләне зикр кылу. Ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ сүзләре. Субханаллаһ, әлхәмдүлилләh. Аллаһ Тәгаләгә хәмд сана кылу, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтләребезне белдерү. Бу безнең өчен бер дава булыр. Һәм бу безнең тормышыбызны да Аллаһ Тәгалә кушканча алып барырга бер ярдәмче булыр. Әлбәттә, шушы сүзләргә төшенеп әйтсәк, шушы сүзләрнең мәгънәсен аңласак, һәм әлбәттә тиешле рәвештә куллансак, һәм тагын бер авыру ул да булса гомер. Ягъни адәм баласының гомере заяга узмасын өчен, бушка узмасын өчен Аллаһ Тәгаләне танырга кирәк булыр. Аллаһ Тәгаләне танып, аңа итагать кылып, Аллаһ Тәгалә кушканнарга буйсынып, Аллаһ Тәгалә кушкан эшләрне, гамәлләрне башкарып, шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә тыйган әйберләрдән үзебез тыелсак, бу вакытта һич шиксез шифасын табырбыз. Һәм шушы насихатларны үзебезнең күңелебезгә якын итеп алып, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтебезне белдереп яшәсәк, һич шиксез Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына да ирешербез. Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә дә аның риза булган бәндәләр булырга насыйп итсен. Раббана атина фид дөнья хасанату ва фил ахирати хасанату ва кина азабан нар. Аллаһ